Assalamu alaykum Rishti Radiosu'nun xalq tingshig'ichlari. Norvegiyadan berilayotgan Rishti Radiosu'nun 10-cı qatimliq anglitishi orqali sizlarga yana bir qatim xizmat qilish fursatiga erishganim uchun intayin xushalman. Men bugungi programmaning riyosatchisi Aygul Yusuf bo'laman. Shundaqla bu oddiy radio programmasini qimmatli tingshig'uvchilarning yoqtirib anglashini chin qalbimdan umid qilaman. Rishti Radiosu'nun bugungi programmasida ayollar dunyosi, ana tilining qudrati, e'lon san'at, she'riyat gulzori, aqlga ishorat nodonga juvalduruz, ko'ngillar aro naqshlar, ketganlar unutilmas qatorliq turli mazmundagi sahiflar anglitildi. Qan'amsa, eng avval go'zal xonim qizlarimiz uchun tayyorlangan ayollar dunyosi sahifasi diqqatimizda bo'lg'ay. Ey hayotning guli bo'lgan ayol. Shuni bilginki, iffetning naqadar buyuk fazilat ekanligini bilmek uchun uning tarkibiga kiradigan va ajralmas bir bo'ligi bo'lgan xislatlar bilan tanishmoq zarur. Hekimlarning yozishlaricha, iffetda 10 bo'lak bor. Aya, sabr, tezginlash, poklik, qanoat, egri besiqlik, ochiq yuzliklik, ixlos, tartib, saxovat. Sen o'zingning qaysi jihatlarda ojiz ekanligini bilib ol. Chunki sening mudofaa kuchingmi o'sha jihatlarda hammadan ojiz bo'ldi. Navoda sen bu ojizliklaringni tuztamsan, eng bo'lmaganda uni boshqalarning nazaridan yoshirib qolamsan, u chaqda raqibing ikkilanmayla sana qo'l soladi. Ey hayotning guli bo'lgan ayol. Shuni bilginki, bilmaslik ayib emas, tirishmaslik ayib. Tilsizlik ayib emas, bilimsizlik ayib. Satlik ayib emas, qiliqsizlik ayib. Bo'yi pakarlik ayib emas, ko'ngli pastlik ayib. Kambag'allik ayib emas, nodonlik ayib. Teri qorligi ayib emas, ko'ngli qorliq ayib. Yasinish ayib emas, chokinlik ayib. Yavaşlık ayib emas, iqtidorsizlik ayib. Qat'iylik ayib emas, johillik ayib. O'ziga ishonish ayib emas, takabburlik ayib. O'ziga tayinish ayib emas, shaxsiyatchilik ayib. Jonliqlik ayib emas, shallaqlik ayib. Sergaklik ayib emas, gumonxo'rlik ayib. So'zmanlik ayib emas, mug'ambarlik ayib. Ey hayotning guli bo'lgan ayol. Eringdan uning kuchi yetmaydigan yoki setvelishga qudrati yetmaydigan narsalarni talab qilma. Agar shunda qilsang, o'tirdagi inoqlik buzilib, jidal majrolar yuz berdi. O'zingga xushbo'y narsalar bilan ziynat berib, yaqimsiz hidlardan saqlan. Pokizlik doimo yo'ldishing bo'lsin. Ey hayotning guli bo'lgan ayol. Shuni bilginki, nikoh xuddi butunlay tanho ikki dunyoni tutashtiradigan ko'rik. Nikoh ikki ruhning birlashishi bo'lib, barliq jafo mushaqqat va qiyinchiliklarni o'rtaq yengishni maqsad qiladi. Bu jafo mushaqqat va qiyinchiliklar go'yo zaharlik yilondek har kuni kishining qalbini chaqadi. Nikoh hargizmi romantik kishilar tasavvur qilgandek bo'lmasdan, balki iqtidor ustiga qurilgan tuzumdir. Uning muvaffaqiyatli bo'lishining sharti jismoniy jalbkorlikdilla emas. Iroda, sabrchanlik, o'zaro qabul qilish va yo'l qo'yishdir.
Ey, hayatning gülü bo'lgan ayol. Shuni bilginki, turmushda sukut kam bo'lsa bo'lmaydi. Quyosh so'zlayolmaydi, chunki u nur va sho'la. Tağlar so'zlayolmaydi, chunki u saltanat. Osmon so'zlayolmaydi, chunki u yuksaklik. Süzük sular so'zlayolmaydi, chunki u jilvidorlik. Oltin so'zlayolmaydi, chunki u qimmat. Qarg'ay so'zlayolmaydi, chunki u yeşillik va jasorat. Gullar so'zlayolmaydi, chunki ular go'zallik va mo'jiza. İnsanmı şununğa o'xshash. Oliyjanoblar maqtanılsımı kishilarning izzat hurmatiga sazovar bo'ladi. Faylasuflar sukut qilish pishib yetilish deydi. Mutafakkirlar sukut qilish esil fazilat deydi. Ma'rifshunoslar sukut qilish aql farosat deydi. San'atkorlar sukut qilish sehri kuch deydi. Shundoq sukut qilish erishmak tas bo'lgan jahondorchilik yo'li. Növətdə anlamaganlar anlasın səhifimiz huzuringlarda bo'ladi. Taklamakan Uyg'ur nashriyatining mas'uli Abdujalil Turan akimizning zo'r kuch bilan tirishchilik ko'rsatishi natijasida yaqinda yana bir qism nodir kitoblar nashrdan chiqdi. Bular Uyg'ur ziyolisi Abduvali Ayub apandi inglizchadan tarjima qilgan Uyg'ur millati nomli kitob. Kitob avtori David Brophy. Qahramonlik davri. Avtori G'ulom Osmon Zulfiqar. Farhod Tursun asarlari. She'rlar va nasrlar. Oq Laylagul dövlətində. Avtori Gergoriy Petrov. Tərcümə qilguvchi Ershad Baxtiyor. Güliston. Avtori Shayx Saidi. Taklamakan Uyg'ur nashriyati kunda bir kitob nomli yangi sahifa ochgan bo'lib, siz bu sahifani ziyorat qilish orqali eng yangi nashr qilingan kitoblar haqida uchurga erisha olasiz. Aramızda şundaq adamlar var. Ular milletning qayg'usini unsiz yelkisida yudib, uningga xuddi ibodatga sodiq bo'lgandek sodiqlik bildirib, hech unutilib qolmaydi. Ular uchun millat uchun xizmat qilishning har joy va har zamonda fursatlari tepilib turadi. Ular xizmat saqlab o'ltirmaydi. O'zlari topidi va qiladi. Vatan va millat uchun murassasiz töhf qo'shish ularning hayotining ma'nosi va mazmuni. Ular maqtanmaydi, davron solmaydi, töhfa talashmaydi. Eng ehtiyojli bo'lgan xizmatni cho'ng kichigini ayirmay qiladi. Vatanning kelajagi, taqdiri uchun nima kerak bo'lsa, ehtiyoj nimaga tushsa, nimaga muhtoj bo'lsa, un-tunsiz yurib, qo'lni qo'liga uzatib, bir sap hozirlab ishga kirishib ketadi. Ular o'zlarining qalbidagi aql, vijdon, g'urur, sevgini faqat va faqat ona vatanning tinig'i uchunla sarflaydi. Endi Norvegiyadagi ona til o'qituvchimiz Gulnar xonim ona tilining qudrati sahifasiga qandoq yurak so'zlarini aytgandikin anglab baqaylik. Assalamu alaykum Rishti Radiosu'nun aziz tinglashuvchilari. Radio dolqunlar orqali Uyg'ur ona til tor maktabidagi tövbekor ustozlarga va maktabimizning tunji qarorliq 7 sinfda o'qiyotgan suyimli o'quvchilarimizga vakolatan hammanglarga salom yo'llayman. Men Uyg'ur ona til tor maktabining o'qituvchisi Gulnar Muallim. O'tgan 3 yilda Xitoylar vatanimiz Sharq Turkistonda ona til ma'rifini cheklagandan buyon
Muaciratdagi Uyg'urlar orasidami shuningga mos holda ona til o'rgatish qizg'inligi ko'tarildi. Har qaysi davlatlardagi cho'ng kichik shaharlarda o'tgan 3 yilda oq-oqidan qurilgan ona til maktablari mana buningga jonliq misol bo'la oladi deb o'ylayman. Lekin hamma bolaning uyiga yaqin bir joyda ona til maktabi bo'lmadi. Her türlü sebepler tüpeylidən həmmili Uyğur balası öz ailəsində sistemlik ana til tərbiyəsi alanmadı. Mana bu şundaq vətən sirtidəki ana til oxutuşunun zaman və makanның çəklimələrə uçurab turuyatqanlığını gördük. Bununğa şahid bolduq. Şu an muştaq çəklimələrni bösüb ötən halda tərəqqi qilishimiz üçün, aile ana til marifinin sistemləşishi üçün və hər qaysı joylardakı Uyğur balalarının bir-biri bilan tanışıp dostluk o'rnatish uchun Taşalma ana til darsxonasi, Ayxon Marifi va avlod gruppasi uzun mezgillik planlashlardan va tayyorlik qilishlardan keyin Uyg'ur ana til to'r maktabini rasmiy qurib chiqdi. Va mana shu yozliq ta'tildan boshlab ilgirgi shu ana til ma'rifining oldingi saflarida jafoliq ishlab kelgan tajribalik 7 o'qituvchi va 3 yordamchi o'qituvchi baş qo'shib o'qitishni boshlab ketdik. Gülnar xanım, növətdə Norvegiya, Şvetsiya və Türkiyədə açılayotgan Uyğur ana til tor dərsxanasının əhəmiyyəti və vəzifəsi haqqında toxtalıb yana mundaq dedi. Ballarımız vətənni köməy çoğ boluvatıdı. Ballarımızın bu vətənsizlikdə məhrum qalğanları nəhayət jiq boldu. Lekin Uyğurluğumuzda ballarning haqqı bolğanlıq üçün və biz ustozlar ularning bu haqqını berish məcburiyyətimiz deb qarğanlığımız üçün mana biz dəstləbki qədəmdə tor məktəbimizni başladıq. Tor məktəbimizni başlaşdan burun nurgun ənsirəşlərimiz batdı. Çünki bu bir yepyeni başlanış. Heç qaysimizning torda bundaq şəkildə ballarga sistemlik dərs ötüş təcrübəmiz yox. Şundaqdımı başladıq. İradimiz bilan, yaxşı niyetlərimiz bilan. Lekin məktəbimizin oxucu qəbul qilish uqtırışı e'lon qilmagandan boshlabla biz xalqimizdagi bir qizg'inlikni, bizga bo'lgan ishonchni va bolalarga ona til o'rgatish uchun qanchalik iroda kelganini, qanchalik qizg'in ekanligini ko'rib yetdik. Tizimlangan bolalar nihoyat ko'p bo'ldi. Lekin mumkinchiliklarimiz hamma bolani qabul qilishga yordam berganligi uchun dastlabki qadamda savad chiqarish sinifidan 3 ni, til adabiyot tayyorlik sinifidan 2 ni va til adabiyot sinifidan 2 ni, jami 7 sinifni içib bu siniflarda hozir az deganda 15 chiq bo'lganda 20 bolani o'qityapmiz. Bizning nishonimiz sistemlashgan oila ana til ma'rifini barpo qilish. Boyam deganimdek, hamma bolaning o'xshash bir sharoitda bo'lmay qolganligi uchun biz ana til o'qitishimizga to'sqinlik qilgan cheklimlarni buzib tashlab, kimni ana til o'rganma desa, qaysi bolamiz bo'lsak, dunyoning qayerda yashashidan qat'iy nazar, bir kundagi qaysi vaqt bo'lishidan qat'iy nazar, ana til o'rganishiga sharoit yaratib berish uchun bu xizmatimizni boshladik. Biz ustozlar o'zimizning burchimizni Uyg'ur tilining va go'zal madaniyatimizning varislarini tarbiyalash deb bilamiz. Tunji qarorliq sinflarimizga o'quvchi qabul qilib, mana hozir darslarimiz 2-haftaga qadam qo'ydi. Mushu jarayonda mushu qisqa vaqt ichida his qilganimiz bu xil o'qitish usuli necha vaqtdan beri bizning muajiratga ona til ma'rifimizda bizga to'sqinlik qilayotgan cheklamalarni buzib tashlay oladigan, bizga yangi bir önüm beradigan bir o'qitish usuli bo'la oladi ekan. Biz ham darsxonadagi o'qiyotgan bolalarimizning qizg'inligidan, tirishchanligidan umidga to'ldik. Buningdan yangi bir kuch topdik. Şoň biz bu sepimizge texnik köp o'qituvchilarning ana til parvishkorlarining qo'shilishini chin dilimizdan umid qilamiz. Bizga qo'shilishni xohlaydigan o'qituvchilar bo'lsa, biz ularni nazariy bilimlar bilan va darsxonadagi real o'qitish tajribalarimiz bilan yetaklashni va tarbiyalashni o'z ustimizga olamiz. Allohning bu yangi boshlanishini hammalarga, xalqimizga xayrli qilib berishni biz ustozlarga millatimiz uchun yangi avlodlarni, yangi qonlarni tarbiyalab chiqishni nasib qilishini tilaymiz. Va muajiratdagi har bir ota-onaning o'z oilasini bir ona til maktabiga aylantirishini, o'zini ham to'r maktabimizning darsxonalarida farzandlarini o'qitish jarayonida
yandaş ders anlap, bizim programlarımızda tərbiyəleniş arqılıq bir yaramlıq ana til o'qituvchisi qilib tərbiyəlab chiqishini, shu orqali oilasini o'z millatining bu go'zal ona tilini va go'zal madaniyatini va biz uchun qimmatli bo'lgan bu uyg'urlik kimligimizni qo'g'daydigan bir mustahkam qo'rg'on qilib qurib chiqish uchun tirishchanlik ko'rsatishni umid qilamiz. Әмді diqqatinglarda bo'ldig'ini she'riyat gulzori sahifamiz. Aramızda shundoq yozarlar borki, ular hech qachon o'zlarini shoira deb atab baxmaydi. Chunki ular she'r yozmaydi. Yurakni yozdi. Ruhni yozdi. Ularning she'rlarini o'qisangiz, gayda Uyg'urning uzun tarixi chelishib ketgan qallarni ko'rasiz. Gayda soydek әгішіп yurgan seg'inishlarni his qilib, yuraklar chim-chim qilib og'riydi. Gayda o'rsingizmi atrofingizda aylanib uchib yurgan ro'chivindek ner ketmaydigan hayot fojialari, jafolari, nafratlar, ko'ngil og'riqlari she'rlarning misralardan qondek to'kildi. Bu yazarmanlarning barmoqlari she'r yozmaydi. Ba'ayni pianoning tillarini bosadi. Ular goh taklimakondan ili bo'ylargacha suzilgan minglab kilometrlik musofalarga chirmishib ketgan hasrat, sevgi, seg'inish va sanoqsiz aslimlarni 12 muqamga aylantirib tinmay chasa. Yana ba'zida Beethoven, Bach, Chopinning romantik va hasratlik melodiyalarga ruhni boshlab, tili bilan tasvirlagili bo'lmaydigan ajoyib izguliklarga jismimizni va qalbimizni irmosh-chirmosh qilib bog'lab qo'yib, xo'shlashmayla tevesiz g'oyib bo'ladi. Sensizlik. Abduri Fatime Abdulg'afur Sayyah. Jangga ketgan bo'lsam, hayot kep qala deb kutar edim. Kunda xat sandig'imni oqtirib, ko'l bo'yida her tevishni senmikin deb o'ylab, qahramonlar haqida hikoya yozishim, seni ko'mib qo'ygan o'ylamdan unib chiqqan daraxtdan qog'oz yasab, qabranga ismimni qotirib qo'yishim mumkin edi. Levimni qanatgan aslimalardan seni eqvatudu deb tasalli topatdim. U ketdi, keladi deb kutar edim. Qumning eng uzun yashaydiganini bilaman. Menmu qummu qammagan, dengiz okeanlardan burun tug'ilgan taqdirim seni kutgili qo'ymaydi. Yer yerilsa pütüdü deyiş aqlilik. Sen bilen men qummu, yermu emasmiz. Yerden chiqqanlar yerga qaytib ketalaydi. Biz bo'lsak qaytalmaslardan butunlay. Mana bu so'z
Bizgimi, men yıldızmı, qamgaqmı, osmonmi, zaminmi, kechmishmi, kelgisimi emas. Cho'l, kukum talqon, pora, dona. Uyg'ur tilidagi yolg'on so'zlardan ketgim yo'q edi, chiqarildim. Söylөгüm yo'q yuraklarga uvamni saldim. Söygenlerim pare, cho'l, kukum talqon, dona. O joyda hech bo'lmasa jang bo'lishchu. Seni qaytib keladi deb saqlasam, bir qahramonga mansubman deb ko'ngil xo'sh bo'lsa. Motorni ching siqindigan peti qiyolarda tosh qoziman. Ular mening qizilg'inimdan xabardor. Hatto toshlarmu bir-biridan xabardor. Sularmu oqadigan nishonini biladi. Daryo kimga qo'yilishni, dengiz nega eqishni, okean nada to'xtashni. Men har narsadan xabarsiz, eqish yoki turish, kimdan qechib kimga qo'yilish, o sening markazing. Markaz. Sen o'zingda tura oldingmi? Yoki yozning obdug'imi sen? Senden chiqdim deganimga kulasan. Chaqlar yemlanmaydi, hatto o'zimga o'lim tilashmi qiziqarliq. Әпкетмейдігініңні біліп тұрып, енла сәндін сораймен. Арқамдaki tağ, meni көйдірдіған құмлық. Şamal və yağmurda uyulğan alvastıla. Yol, qar mozluq. Mən silə əməsmu? Qaytalmaslıqdan derek bəs. Ümitning şamini yandırğıcı, yoki öçürgüçisimi mən emas. Sen de qamallandım yo. Senden kötürüldüm. Men yekçeşme yalmağız. Zem bulği yana közümdür. Onu kindigimge tikdim. Sen cengahtiki ervahim. At mingen ruhladın. Sana salam. Üzme daraxtlardan sana salam. Peyshanba sahar hajdan qaytqanlardan sana salam. Hiç narsa patmaydigan alqalarimda seni qandaq o'chimlab tutalay. Til saxtaliq. Tas qalgan ün danchilardek senden sana tökülmüz. Elgektin ötüşünün tuyğusi, lapıldavatqan her birimiz, xaltıdın tağınıgı düşüvatqan, onmu biladu özünün nadallığını. Biz nemişqa bilmeyimiz, aldıdaki boşluq, keynideki bütünlüknün qatili sende, ülüş, elbette, umu bir fantaziya. Yağmur biladi, qushlar biladi, poyuz biladi, ay biladi. Biz nemişqa bilmeyimiz? Sen bilesen, hiç bo'lmasa
Jangga ketgan bo'lsam, sening kelishingni bilar edim. Amdilikda hech narsani bilmayman. 2020 yılı 6 ayının 14 günü Avustralya, Sydney. Qahraman bo'lg'im bor, ana. Abduri Xandan. Bu vaqtda ingallab dunyoni beshimga kiysam, tushunmaydi menga nima kerakligini. Quruq emizgu. Eshib kelsa, bir botolka sut berib boqidi. Men bovoq emas, ana. Men sut uchun yig'lamayman. Qo'rsog'im to'q bo'lsa-mu, yig'lab qolaman. Men ba'zida och qolaman. İnsandek yashashqa. Men tizilib boqmagan. Mening tizlarim qanab boqqan. Tizlanmaslik uchun yugurishni o'rganganimda, tutulib qalmaslik uchun qo'lliqning bo'yinturqiga kuchab qochgan edim. Tizimni qanatgan edim. Men qondan qo'rqmayman, ana. Tuprog'im qon puraytdi. Muallimlarimning bo'ynida qilish, ata qon to'kildiganligini bilatdim. Mahallamning üstünde qon oqatdi. Men ba'zida bu qonga tushib ketatdim. Gullar qonning rangida echilatdi. Ko'klari osmonda yuyilgan qon, seriqlari hasratga bo'g'ilgan qon, oqlari haza ichivatgan qon, so'zlari seg'inish chechaklayotgan qon, hallari suda yeniyotgan qon, qizillari texchi eqiyotgan qon. Gullar o'rvalatdi atrofimni. Qo'li gul qizlarning barmoqlaridan, nuzugumning chepilgan bo'ynidan chiqqan qonning hidi keladi. Mükümüklen oynagan ballarning talasidek bizni mühtirib olamdi dünya, yoki beshimizning balasidek ko'zlarimizni qo'yib etamdi. Tillarimizni yulib etamdi, qo'llarimizni sundirib etamdi. Mening muguvog'im yo'q, ana. Hem onlarning qahramon bolasi bo'lmaydi. Xoinlarni biqib qo'ygan talaysiz onlar bor. Lekin ana, unim o'chib qoladi quchug'ingda. Agar bir tiyin uchun terishgan bo'lsam, vatanimni qo'rib etishga sening quchug'ingda. Men qo'mondan bo'lamayman, ana. Meni qalqon qilsin vatanning bir chimdim to'psig'a. Men portlay deb turgan bombaman. Meni atsin dushmanning yoqsiga. Jimjit bir bulungda oqsi qinim, dushmanning bo'g'zida chiqsa jinim. Yuyuqsiz kömülse tenim, bir tal kök ranglik gül bulup tuproqni yarsam, hech kimning ko'zga cheliqmasam, her yili
vatanning bayramida echilsam. Mening qahramon bo'lg'imda ana mushundoq bir qahramon. Haillar. Abduri Servi. Bir yüzü bar tulun ay. Yana biri patqoq lay. Jadu bilan ko'zlarni bog'laydigan haillar. Tillarini her yanga yorg'ulutib yılandak. Aqllarni gal qilib tashlaydigan haillar. Biri ise xalqdan peshva tipik teyilib. Birlik sapda tang hujum boshlaydigan haillar. Bir yıpqı tang chigilgan chekatkilar deb qo'ying. Tangla sakrab usulga taqlaydigan haillar. Kimning qalbi vatanga erib qalsa o't bo'lib nashtirini shuningga sanjiydigan haillar. Nomi ulug' da'vogar supursida liq pasat urush talash tafriqa boshlaydigan haillar. Vatan uchun midirlab qalsa magar birarsi yotolmasdan xotirjam qutraydigan haillar. Tutqan yo'li jaholat, her sözüde efsane. Afaq kabi şalini çaçıdiken haillar. Hayattaki mizani elni bölüş hamanem. Vicdan setip gelini toklaydiken haillar. Ebu Cahil nesliden ikenmikin eslide. Azg'un gumrah yo'lidan yonmaydigan haillar. Mabdulluqda o'ziga olchansa mas bo'lib, quyruqlari peshidan maraydigan haillar. Qo'ltig'ida qisiqliq yila mikir dasturi tushib qolsa tingirqab avar ekan haillar. Ürküp yürüp özünün sayesinden ba'zida o'ng solini topolmay tinaydigan haillar. Tegib turg'ash beshig'a elning lanat toshlari, yuz ko'zlari ko'k yeriq yuradigan haillar. To'xta qalam koyima, tanshab qo'yar bu palak. Ko'ridimu xotirjam yotmaydigan haillar. 16 iyun Amerika. Yiroqdagi do'stimga. Abduri Sadaf Uyg'ur. Tushlarim bilan xiyollarim, orzuyum bilan reallig'im olmishib ketgan bu hayotda. Sen her daim yanımda, bana hamroh bo'lding. Yuragimning yerimi sende qolgan.
Sen meni uzatqanda, seni sevg'inganda, sen yaxshi ko'rdigan qahvani içtim. Yerim yürügümni üstelge koyup, mıh adamlar arasındaki xiyali boşluğumda. Her daim senin bilen dertleştim. Sen bilen o'xshash ağan köynegimni en xo'shalli kunlarimda kiyish uchun ishkabimga esib qo'ydim. Her daim yanımda elip yürügen seni quchoqlayolmayman. Ovozing qulog'imga, chehring ko'zlarimga, qalbimga singib ketgan. Dertlengenimde jimjit o'ltirib, senin derdingni tingshayman. Olam siqqan telefonimdan seni izlayman. Biroq seni topolmayman. Yiroqdagi yulduzlarning pichirlashlarini anglagan qulog'im senin ovozingni anglashdan mahrum. Kainatni ko'raligan ko'zlarim seni ko'rolmas. Do'stlikning go'zalligi sende qolgan. Hasratini men yudib manqan. Piğam. Qara denizning bo'yida reallikning qara qismatlariga shohid dolqonlar kabi xiyollarim. Deniz cho'nqurliqidanmi cho'nqur. Yiroqdagi kelgusi ko'z yetkisiz deniz qirg'oqlaridek tumanlar orasida bir ko'rinib, bir yo'qolmoqda. Deniz suyi ko'z yoshlarimdek tuzluq. Shavqunlari yiroqdagi Uyg'urdek pig'onliq. Ko'zlarimni yumdim. Oxirgi quyosh bilan birga uzoqlarga ketayotgan ko'zi yoshliq Uyg'ur qizi to'limu mungluq bir ovoz. Urarman, urarman. Ohlarim tutqay seni. Ko'z yoshlarim daryo bo'lib, beliqlarim yutqay seni. Mundaq esil naqshlarni ko'ngillar huzuri naqsh saytimizda tinglashaymiz. qolib yolg'onga zor ekan ona. Insofsiz insonlar ko'p ekan onajon. Do'stlarim qalbimni
ettiler. Dilimi bıçaksız tilip kettiler. İnsafsız insanlar köp eken anacan. Dostlarım kalbimni pare ettiler. Dilimi bıçaksız tilip kettiler. Keçirgan o'zing oqstinga mehr qo'yib ichirgan o'zing istasang jonimni beroyin senga ko'zimni nurini beroyin senga keng yurak dardlaring olovyin seni İstesen canımni beroyin senga ko'zimni nurini beroyin senga onajon keng yurak dardlaring olovyin seni
Yurtumni suyup her dem Bagriga tüngip mehkem Yurtumni suyup her dem Bagriga tüngip mehkem Köktirep durar mezmut Tangri tağları görkem Tangri tağları görkem Köktirep durar mezmut Tangri tağları görkem Tangri tağları görkem Yurtumның gururi o Halkımның huzuri o Yurtumның gururi o Halkımның huzuri o Halkımның huzuri o Deryalar akar oynap Çarvılar sürer yayrap Deryalar akar oynap Çarvılar sürer yayrap Gülşenler çeçar enber Bulbullar turar sayrap Bulbullar turar sayrap Gülşenler çeçar enber Bulbullar turar sayrap Bulbullar turar sayrap Bostandek güzel cikri Dılda cuş urar mihri Bostandek güzel cikri Dılda cuş urar mihri Dılda cuş urar mihri Mihridin kütür dikkat Zavutkan binar etret Mihridin küter dikkat Zavutkan binar etret Koynida hayat yaşnar Topdi мәңгілік nusret Topdi мәңгілік nusret Koynida hayat yaşnar Topdi мәңгілік nusret Topdi мәңгілік nusret Elning süygüsü üçmez Köklem bağırdı
bağrıdın köçmez, köklem bağrıdın köçmez, köklem bağrıdın köçmez. Aqılıq işarət Nadanğı Juvaldıru səhifimizdə sіңlimiz Gülmira bizге qandaq esil yazımlarını sundikin anlap baqaylı. Əxlət adam degan nima? Əxlət adam deganlik o'ziga ziyoda ko'p pasif kayfiyatni yuklab olgan, biror usul orqali bu əxlətlarni to'kishga ehtiyoji bor odamni ko'rsatadi. Əxlət mashinasi qonuniyatining tushuntirilishi mundaq bo'ldi. Nurg'ulg'an odamlar əxlət mashinasiga o'xshaydi. Ular har yoqqa chepib yurib, o'ziga nihoyat ko'p əxlət ortib oldi. Ularning badaniga əxlət to'shib ketgan, ular nihoyat oson ochiqlandi, oson tushkulishidi, oson hasad qiladi. Qanoat qilishni bilmaydi, selishtirishni yaxshi ko'rdi. Boshqalarning yaxshi tarafini ko'rolmaydi, adovat saqlashga amroq, aqlsiz, nodon, doim ochiqlanib, boshqalardan o'ch elishni o'ylab yuradi. Bu xildagi kishilar qalbidagi axlatlar ko'payib ketganda, axlatlarni qaralik tozalab turishni bilish kerak. Ular axlatlarini tozalayotganda, ularga uchrab qolsangiz, albatta, ularning axlati sizning bo'lib qoldi. Turmushda shundoq bir qism kishilar bor. Ular kichik ishlarga ochiqlanib ketadi. Xuddi siz cho'ng xatolik o'tkazib qo'ygandek sizni ayblab ketadi. O'zinimi, siznimi axlatlar bilan to'ldirib etadi. O'tgan hafta do'stim Arman bilan ko'chatga yo'lda ketib boratdik. Mashina to'xtatish o'rnidan bir mashina keyinchi chiqib keldi. Do'stim mashinani ko'rgan amalla turmizildi. Lekin oldidagi mashina ko'rmay, keyiniga yeni vagashga ikki mashinaning oralig'i 1-2 santimetrlik qolgan edi. Bu chaqda oldidagi mashinaning shofiri mashinadan ochiqlab tushdi. Nemishqa o'z xato qilib turib, yana boshda ochiqlab tushadigan-do deb bakla ochig'im keldi. Armonnimi ochiqlab ketadigan bo'ldi deb tursam, Armon ochiqlanmayla kulib turib, u mashina shofiriga qo'lini ishlatib qo'yib, yo'liga mangdi. Armondan nemishqa shuncha eg'ir besiq bo'la oladiganligini so'rasam, u "Manga azor yetkazgan odamlar bilan tang bo'lgandan ko'ra, ular bilan korim bo'lmasa bo'ldi-ku", dedi. Uning deganining asosi bor edi. Ba'zida axlat mashinasi tipidagi odamlarning axlat to'kayotgan vaqtiga uchrab qolsangiz, hargizmi ular bilan tang bo'lmang. Bo'lmasa, o'zingizmi axlat mashinasiga aylanib qolasiz. Undaqda axlat odamlarga uchraganda zodi qanday qilish kerak? İnsan hayatı nayt qısqa. Günlük turmuşda keng qo'rsoq bo'lishni bilgandila, tafakkur texmi o'tkir va sog'lom bo'ldi. Keng qo'rsoq bo'lish hayotlikning falsafasi. Keng qo'rsoqlik hayotlikdagi qimmatli fazilat. Boshqalarga keng qo'rsoq bo'lganda o'zingizning yaxshi holatini saqlab qola olasiz. Axlat odamlarga uchrab qolganda ularga keng qo'rsoq bo'lish ojizlikning ifodasi emas. Agar ko'chadagi it sizni tishlab olsa, sizmi uni berib tishlamsiz? Albatta unda qilmaysiz. Shunlashqa yo'ldagi itlardan farqingiz bo'lsin. Hayotlikdagi 90% ishning hammasini odamning o'zi belgilaydi. Eng muhimi buningdan qanday foydalanish, qanday to'g'ri qaror chiqarishdir. Sizning har kuni axlatsiz turmush kechirish huquqingiz bor. Vaqtingiz va aqlingizni turmushdagi kichik, sizni azoblaydigan ishlarga sarf qilavermang. Yana kelib, axlat odamlarga sarf qilmang. Ulardan yiroq turishni biling. Ketkenler unutilmaz sahifimizde merhum Küreş Görsel'nin icrasındaki nakşa Küreş ölmeydi.
Kurash o'libdi desa kim ishonadi? Men o'lishim tabiiy, ammo kurash o'lmaydi. U mangu davomlashadi. Ecdatlarının izidin anmay durup Kısas üçün xəncərini almay durup Armanlarım əməlgə aşmay durup Mini öldü deməlay adamlar Mən ölmüdüm, ölmeymen, ya ölmeymen Ben ölmedim, ölmeymen, ya ölmeymen Kök bayrağını vatenge asmay durup Düşmanlarını tamamı atmay durup Azadlığının tanrı atmay durup Mini öldü deməlay adamlar Ben ölmedim, ölmeymen, ya ölmeymen Ben ölmedim, ölmeymen, ya ölmeymen Galibiyet marşını etmay durup Vatanimden bu zulüm ketmey durup Bütün dünya Uygur'unu bilmey durup Mini öldü deməlay adamlar Ben ölmedim, ölmeymen, ya ölmeymen Ben ölmedim, ölmeymen, ya ölmeymen Ben ölmedim, ölmeymen Küreş